Assalomu alaykum. Men doktor Boboy. Bugun sizlar bilan tanadagi funksional liniya haqida gaplashamiz. Funksional liniya degani harakat paytida qatnashadigan mushaklar. Bu tananing old sohasidagi, orqa sohasidagi mushaklarga bo'linadi. Tananing old sohasidagi mushaklarga, demak, funksional, ya'ni harakatda qatnashadigan mushaklarga katta ko'krak mushagi ikki tomonlama, qorning to'g'ri mushaklari, mana bu simfiz sohasi, ya'ni qov sohasi hamda boldirning ichki sohasidagi mana mushaklar kiradi, ikki tomonlama. Orqa tomonlama funksional liniyaga esa, demak, orqa mana qo'ltiq tagidagi mushak, qo'ltiq tagidagi sohasidan boshlanuvchi demak, muskus latissimus dorsi deyiladi, ya'ni orqaning keng mushagi kiradi. Demak, bu katta dumba mushaklari kiradi hamda tashqi tomon, sonning tashqi sohasidagi mushaklar hamda tizzaning old sohasidagi, tizza betida sohasidagi mushaklar kiradi. Bu qanaqa mushaklar? Bular harakat paytida birgalikda ishlash kerak bo'lgan mushaklar. Ya'ni odam to'g'ri harakatlangan paytda qo'l va oyoq yordamida, demak, ushbu mushaklar normada qatnashadi. Lekin hozirgi kunda afsuski, ko'pchilikda harakat noto'g'ri harakatlanish natijasi, ya'ni harakat paytida qo'lni harakat keltirmaslik hisobiga, demak, aynan mana shu yuqori sohadagi katta ko'krak mushaklarda hamda mana bu orqaning keng mushagi, ya'ni muskus latissimus dorsining boshlanadigan nuqtasida trigger nuqtalar hisobiga, demak, ushbu liniya bo'ylab ushbu mana bu funksional liniyada qatnashuvchi boshqa mushaklar sohasida og'riq kelib chiqadi. Masalan deydigan bo'lsak, noto'g'ri harakatlanish, qo'lni harakatlantirmay yurish hisobiga mana shu muskus latissimus dorsining qo'ltiq osti sohasidan boshlanadigan qismdagi trigger nuqta hisobiga, mana deylik, qarama-qarshi tomondagi bo'ksa sohasida og'riq kelib chiqadi, sonning sirtqi sohasida og'riq kelib chiqadi, tizzaning bet sohasida harakat paytida og'riqlar kelib chiqadi. Bu noto'g'ri harakatlanish natijasi, ya'ni qo'lni harakatga keltirmasdan yurish hisobiga kelib chiquvchi og'riqlar. Demak, agar bemor qo'lni harakatlantirmay yuradigan bo'lsa, uzoq vaqt davomida shuni harakatlanadigan bo'lsa, demak, muskus latissimus dorsi, ya'ni orqaning katta keng mushagidagi qo'ltiq ost sohasida boshlangan qismdagi trigger nuqta hisobiga qarama-qarshi tomondagi mana bel sohasida og'riq kelib chiqadi. Bo'ksa sohasida, xuddi mana son chanoq sohasida og'riq kelib chiqadi. Sonning tashqi sohasi hamda tizza bet sohasi, tizza yuza sohasida og'riqlar kelib chiqadi. Bu qo'lning harakatlantirmaslik hisobiga kelib chiquvchi og'riqlar. Endi old nuqtada qanaqa og'riq kelib chiqadi? Demak, qo'lni harakatlantirmaslik natijasida katta ko'krak mushagining, demak, mana bu yelka suyagidan boshlanadigan qismdagi trigger nuqta hisobiga ko'krak qafasida og'riqlar kelib chiqadi. Demak, kelib chiqishi mumkin sonning ichki sohasida hamda qorin sohasida sababsiz og'riqlar kelib chiqishi mumkin. Bu bor yo'g'i oddiygina qo'lni harakatlantirmasdan yurish hisobiga kelib chiquvchi og'riqlar. Demak, bunda davosi qanday bo'ladi? Buni davolash uchun eng avvalo to'g'ri harakatlanish sistemasi to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Ya'ni harakatlanganda o'tgan mavzuda aytganimizda diagonal yo'nalishda harakat bo'lishi kerak. Ya'ni qarama-qarshi qo'l va qarama-qarshi oyoq birgalikda harakatlanish kerak. Ya'ni oyoq oldinga chiqqanda qarama-qarshi qo'l oldinga chiqishi kerak. Qarama-qarshi oyoqqa yurganda qarama-qarshi qo'l oldinga chiqishi kerak. O'shanda to'g'ri harakat bo'ladi. Demak, birinchi navbat harakat to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi hamda qo'ltiq osti sohasidagi mana bu muskus latissimus dorsining qo'ltiq osti sohasi boshlanadigan nuqtasini, demak, qo'l bilan massaj qilib og'riq nuqtani ketkazishimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu nuqtadagi og'riq nuqtani ketkazadigan bo'lsak, bel sohasidagi og'riqlar, bo'ksa sohasidagi og'riqlar hamda sonning sirti va tizza bet sohasida harakat paytida kelib chiquvchi og'riqlar o'z-o'zidan yo'qoladi. Demak, bu qarama-qarshi diagonal yo'nalish bo'lib davom etadi. Ya'ni qarama-qarshi mana katta keng orqaning katta keng mushagi, qarama-qarshi bo'ksa, qarama-qarshi mana o'sha yo'nalish bo'lib son mushak va tizza sohasidagi mushaklarga shu yo'nalishda kiradi. Demak, agar sizda mana bu deylik, o'ng son sohasida, sonning sirtqi sohasida, bo'ksa sohasida, tizza bet sohasida, yuzasi qismida og'riq bo'ladigan bo'lsa, demak, siz chap tomonlama qo'ltiq osti sohasidagi mana bu muskus latissimus dorsining trigger nuqtasini bo'shatishingiz kerak bo'ladi. Endi agar sizda qarama-qarshi sonning ichki sohasida og'riq kelib chiqadigan bo'lsa yoki bo'lmasa qorin sohalarida og'riq kelib chiqadigan bo'lsa, qarama-qarshi katta ko'krak mushagining yelka suyagidan boshlanadigan nuqtasidagi og'riq nuqtani ketkazishingiz kerak bo'ladi. O'shanda mana bu og'riqlar o'z-o'zidan yo'qoladi va harakatlanish sistemasi to'g'irlash kerak. Ya'ni qo'l va oyoq birgalikda harakatlanishi kerak. O'shanda sizni bezovta qilayotgan og'riqlar o'z-o'zidan yo'qoladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.